Hammaga assalomu alaykum bolalar. Tushunmisizlar, yaxshimisizlar? Bugun balansimizni 30.000 so'mga to'ldirdik. 30.000 so'mga 248 tane bul coin berdi. Xullas, sizlarga hozir balansni to'ldirishni o'rgataman. Qaranglar, hozir buni xohlasanglar buni o'zbekcha har xil tillari bor. Bundan hozir o'zbekcha qilib olaylik, mayli. Qaranglar hozir. Qaranglar, pastda to'ldirish degan joyi bor. O'shani bosasizlar. Keyin bank kartalari bor, Visa kartalari bor. Bu yoqda Payme va Stem skinlari degani bor. O'shandan bosib ustiga masalan mana bunday bosasizlarda bu yoqdan masalan mana 30.000 so'mga 200 ta berdi. Endi bironta menda o'zimni shaxsiy hali promo kodim yo'q. Shuning uchun men Sueta kodi bilan to'ldiryapman. Qaranglar, 20% chegirma qo'shib beradi. 240 dona bo'lar ekan. 240 dona. Keyin bu yoqda 100 ta bunaqa G degan narsacha bor. U ham mana bu yerdan bonuslar degan bosasizlarda, masalan, mana 100 ta. 100 ta desalar 5 dona berar ekan bu coin. Qaranglar. Keyin bu yerda hozir ozgina internet qotib qoldi. Hozir qaranglar. Keyin bu yerda Telegram bilan VK degan tekin keyslar bor. O'sha bepul keyslar bor. O'sha Telegram bossangizlar, qaranglar. Men ochgan ekanman. Bu yerda Telegram Telegramimizni ulaysiz va kanalga obuna bo'lib qo'yasiz. Bo'ldi. Bu keyin o'zidan o'zi avtomatik ishlaydi. Ikkinchi yana VK degani bor. Bunga VK degani просто tak obuna bo'lasizlar. Keyin mana shu yerdan любой keys ochasizlar. Bu yerda shanslar sal yaxshi, o'rtacha. Qaranglar. Kecha bitta 4 donali keys ochuvdim. Tekin keys emasda u 4 donalidan ochuvdim. O'shandan hozir sizlarga ko'rsataman. Ozgina maqtanib qo'yaylik. Qaranglar hozir. Mana shu suv degan keysdan kecha mana shu 75 talikni tushirib qo'ydim. Shansi 0.15% bo'lsa ham tushib qoldi, lekin hozir shunga yana bir marta ochib ko'rishga harakat qilaman. Qaranglar. Hoppa. Qani ko'ramiz. Davay. Voy, minus. Yo, ozgina plus. Davay, yana bir marta ochib ko'ramiz. Minus bersa chiqib ketamiz shu yerda. Sirazi. Voy, bitta dona qolganida 33 ta tushar ekan. Agar o'tganida 18 dona tushardi. Mayli, minus edik. Endi chiqamiz. PUBG keyslardan ochamiz hozir. PUBG keysdan ochishni boshlaymiz. Bismillah deb. Davay. Boshida kam arzonroq keyslardan ochishni boshlaymiz. Mayli, mana shu chill yigit deganni ochib ko'ramiz. Davay. Shularni beraversa. Yo, bu ikkitasi kerak. Mana kerak narsaga. Qanaqa narsa bu? Internet ozgina muammo bo'lib qoldi hozir. Internet sal qotib qoldi. Mayli, hozir ko'rib chiqaylik ichini buni. Hozir to'xtanglar, unda hozir bitta shu internet tekshiraveraman-da, qayta yana videoni yoqaman. Mana endi ochilsa kerak, boya bekor bo'libdi. Mana endi bosib ko'raylik-chi. Sayt qo'yibdimi? Mana shulardan tushib qolsa, mana ular tushsa 120 ta. Keyin aytgancha, agar hozir video oxirida foydaga o'tsak, agar kommentariyaga ID qoldirsangizlar, 60 UC dan o'ynaymiz, random tarzda aniqlaymiz g'olibni. Undan keyin 60 UC TL beraman mana. Ishladi. Davay. Voy, o'tib ketgan qaranglar-da. Uy, voy. Xarosh, mujik. Uni sotmay turamiz. Mayli, qaranglar. Plus berdi. Shuning uchun yana bir marta ochib ko'raylik. Agar minus bersa ham o'zini qoplagan bo'ladi. Mayli. Shuning uchun bitta dona ochamiz, keyin chiqaman. Voy, minusda. Minus 93 tadan o'tib ketdi. Ko'p minus emas ekan.
O'shaning uchun bitta yuqori xavfga qo'yib bitta ochaylik, keyin qochamiz bu yerdan. Давай, mana shuradan ber. Давай, bulldrop. Voy, blin. 20 tadan o'tib ketibdi. Hozir qaysi kiyimni o'tib ketdi? Mana uni o'tib ketib bitta o'tganda ana shu kiyim tushib qolaydi. Mayli. 48 ta turibdi hali balansimizda. Hozir boshqa keysga o'tib ko'ramiz endi. Hozir la'natlangan aralashma degan keys bor ekan. O'shandan bir dona ochib ko'ramiz. Hozir yuqori xavfda. Narsalarni ko'raylik-chi. Minus berish ehtimoli balandroq ekan sal. Mayli, hech qisi yo'q. Bitta ochib ko'ramiz hozir. Eng pasti 7 ekan. Menimcha 7 tushmasa kerak. Mana shu voy, yaxshi. Voy, 120 tadan o'tib ketibdi, lekin yaxshi foyda. Minus emas, zarar kirmadi. Endi bitta kichik xavfda ochamiz, keyin chiqib ketamiz bu yerdan. Endi balandi 169 talik ekan. Kutamiz. Nima bu? Nima? Qancha? Voy, voho. Minus yomon berib jigarlar. Hozir mayli. Boshqa keyslarni ochib ko'ramiz endi. Iloji boricha arzonroq keys ochishga harakat qilyapman, chunki bulkoinim kamroq ozgina. 19 talikdan yana ochib ko'ramiz. Hozir ko'raylik-chi, bularning tagida nimalar bor ekan. Davay, mana shu tushib qolsin. Mana shu ikkita mototsikl bilan Aruja tushib qolsa, S12. Davay, bismillah. Davay, tushsin. Moshina tushib qolsa ham roziman. Voy, lednik kaskadan o'tib ketdi. Lednik kaska qimmat edi. Voy, mana undan o'tib ketib qoldi. Bitta keyin o'shaga mayli, yana bitta ochib ko'ramiz. Keyin minus bersa, bu keysdan ham chiqamiz. Minus bersa ham, plyus bersa ham endi chiqamiz bu keysdan. Bu уже minus berishni boshladi. Hozircha minusdamiz. Hozir endi bitta keys 2 dan ochib ko'ramiz. Boyagi 17 talik keyschadan ochib ko'ramiz agar bo'lsa. Hozir 19 ta bo'layotgan bu yerda. Mayli, hech qisi yo'q. 19 ta bittadan ochib ko'raylik. Bismillah. Davay. Nimadir ber. Plyus ber. Blin, 19 ta bir dona beryaptimi? Yibat, keys 2 musur. Ochmaylar, maslahat bermayman keys 2 dan. Yaxshisi shu PUBGdan tinchgina ochganimiz yaxshi. Juttalar minus kirib ketdik-da, blin. Hozir qaranglar. Mana shu keysni ochib ko'rmoqchiman bittalik. To'xtanglar, hozir ko'ramiz. Qani tagidagi narsalarni ko'raylik. Imperator 906 qani? Bunda yo'q ekan uni. Mayli, hech qisi yo'q. 42 talikmi? 2 talik ochsa minus berib qo'yish mumkin. Shuning uchun 2 talik bittalik bosamiz. Davay. Bitta, davay. Davay, plyus. Blin, minus qaranglar-da. Yo'q, yaxshi. Plyus. Agar hozir bittagina o'tganida mana shu yoki buni berishi mumkin edi. Ikkalasini past narxi bir xil ekan, mayli. Bu keysdan chiqamiz, chunki bir plyus bersa, ikkinchisi minus berish ehtimoli balandroq. Shuning uchun qochamiz bu keysdan. Hozir Tyler Durden degan keys bor. O'shandan ochib ko'rishni ham maslahat beraman. Zo'r keys. Normalniy beradi. 15 dona o'zi arzon. Yaxshi beradi. Ichidagi narsalari ham normalniy. Minus kamdan kam beradi. Amer o'shanaqa tushish ehtimoli 0.02% ekan. Voy. Och qiyinlik qildim deyman. Qiyin. Qimmat ekan. Minus kirdik-da juda. 10 ta minus kirdik, mayli. Hech qisi yo'q hozir. Arzonroq keys ochamiz. Hozir buqa degan keys bor edi. To'xtanglar hozir. Hamsterni ochib ko'raylik. Shu ham oldin yaxshigina plyus bergandi menga. Yaxshi plyus berib qolsa, lekin yaxshi-da. Lekin minus kirdi-da. Voy, blin, вообще bizani aldayapti. Bulldrop. Bo'sh
qimmat narsalarni berib oxiri yedirib deylyapti hozir. Buqa degan keys bor edi. Undan keyin 27 talik neytrallangan yulduzmi shunaqa keysdan ochib ko'ramiz. Mayli. Hozir mana shu yerdan buqa mana. Yuqori hafta. Davay. Bitta plyus ber. Taktika qilib deylaylik. 10 talikka ozgina yetmaydi, 5 talik. Baribir dalyochadan keyin qilaman maqtam. Davay. Plyus ber, men hali UC chiqarishim kerak akkauntga. Blin. Ohoho! Yaxshi, хорошо, mujik. Voy, lekin 99 talikdan o'tib ketib qolibdi, hech qisi yo'q. Mana shu 99 talikdan o'tib ketib qoldi, mayli. Plyus berding, chiqamiz. Endi men aytganimdek, mayli gapimni turay. Neytrallangan yulduz degani bor, o'shani ochib ko'ramiz. 27 talik ekan, qimmat ekan-ku. Mayli, hech qisi yo'q, tavakkal bosh keldi. Davay. No risk, no Ferrari. Plus. Ishlamay qoldi. Yana internetda muammo qoldi. Hozir qaytadan yana video yoqaman. Mana saytga qayta kirib oldik.